Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir dastavkamiz. Qo'ziqo'rg'on mahallasiga Turkiyaning Faben bunkerli kotyolni uzoq yonuvchan 41 kilovatlik 250 kvadrat joygacha isitib beradigan kotyolni dastavka qilib beryapmiz. Usto bobo Qamariddin aka kelganlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana oldingi zo'r ekan. Chista ekonomishni yomon emas. Bu nechinchi olishingiz aka? Uchinchisi. Uchinchisi, ha? Ma'qul bo'ldimi kotyol? Ha, qo'shnilarga ham tavsiya qilamiz. Hamma Ha. zo'r ekonomishni. Yonishi qanday aka? Zo'r aka. Ishlashi, tejamkorligi Jamxo'rligi muammo yo'q. ma'qul sizga. Zo'r ekan. Zapravkasi qanchaga yetyapti endi? Bitta bunkeri 3 kunga. 3 kunga. 3 kunga. Ha, 3 kungacha. Sredni shunaqa bo'lyapti. Shunaqa. Ana ustozimiz o'sha постоянно shu kotyoldan oladilar. Bu kishiga mana chiroyli narxga qilib, optim narxga qilib beryapmiz. Kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, kelaverasizlar azizlar, barchasidan bor. Sifat qurilish mollari do'koni, Sochak mahallasi. Narxi ham eng arzon. O'zbekiston bo'yicha optim narx.